Assalomu alaykum. Demak, bugun Excel'da 5 blokli test natijalarini Excel variantida tayyorlashni siz bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana shu holatdagi 5 blokli testni javoblari mana shu holatda ifodalangan va biz xuddi shunday holatni endi noldan siz bilan yasashga harakat qilamiz. Bu albatta hisoblaydi. Ya'ni misol uchun umumiy ballga qarab turing. Mana 155 ta 8 bo'lyaptimi birinchi o'quv uchun. Misol uchun ona tildan 2 ta emas, misol uchun 8 ta yetgan bo'lsa, umumiy ball mana o'zi avtomatik o'zgaryapti. 2 ta edi bu. Joyiga qaytarib qo'yamiz. Xo'p, buning uchun birinchi qiladigan ishimiz yangi Excel fayl ochib olamiz. Kniga 1 nomi ostida ochiladi va qarang, ABC dan boshlab n gacha bo'lgan qiymatni belgilab olamiz. N bo'lsa mana shu joy bo'ladi va buni объединить ячейка qilamiz. Xo'p, bu shu o'quv markaz nomi, o'quv markaz nomi va sana uchun joy bo'la qolsin. Xo'p, keyin bitta katak tashlaymizda, yo bitta emasda 6-dan yo 7-dan boshlaylik. 7-dan hozir ustini nima qilamizda, 7-dan boshlab boring, bir ko'p emas, biz 30 ta o'quvchiga shu nimani tayyorlasak bo'ladi. Nima deydi? Joyda tayyorlasak bo'ladi. Birinchi qator baribir nomer bo'ladi, ya'ni shu tartib raqam deylik. Tartib raqam yoziladi. Keyin ikkinchi qatorga demak o'quvchining ism familiyasi yoziladi. O'quvchining ism va familiyasi. Xo'p, sal kattaroq bo'lsin. Xo'p, keyingisi endi bu kitob raqami bo'ladi, chunki bizda har bir o'quvchiga individual savollar kitobi bo'ladi. Agar sizda misol uchun testingizda hammaga bir xil variant olinadigan bo'lsa, kitob raqami degan joyda yozmay ketsangiz ham bo'laveradi. Keyin fanlar boshlaydi, ya'ni nimada to'g'ri javoblar soni deb perenoz qilaylik. Keyin ball qilamiz. Ya'ni bu birinchi nima uchun? Ona tili uchun. Endi matematika, tarix birinchi asosiy blok, ikkinchi asosiy blok. Keyin bu yerda umumiy ball bu oxirroqda yoziladi. Xo'p, oxirgisi umumiy ball bo'ladi va umumiy ballni yuqoridagi 3 ta katak bilan birgalikda qo'shib объединить qilishimiz kerak, ya'ni birlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi hammasini belgilab bir times qo'yib, times 14 ta tursa yaxshi ko'rinadi. Va shunga moslab ishlansa yaxshi bo'ladi. To'g'ri bo'lib qolibdi-ku. Hozir to'g'rini to'g'rilab chiqishimiz kerak. Xo'p, demak, to'g'ri javoblar soni degan so'zlarni to'g'rilab chiqdik. Mana umumiy ballni ham to'g'rilaymiz. Endi hozir juda aniq o'tirmaylik. Nima qilamiz? Qoraroq qilib o'rtaga yozadigan qilsak bo'ldi. Mana shundan kattalmaydi. Endi oxirgi variant shu bo'ladi. To'g'ri javoblar soni, ball to'g'ri. Xo'p, bu yerda birinchi majburiy fan ona tili. Buni объединить qilamiz ikkitasini. Mana shu ikkita katakni, chunki bittasi to'g'ri javoblar sonini beradi, ikkinchisi bu shu fanga beradigan ballni beradi. Ikkinchisi matematika bo'lishi kerak. Matematika ekan, matematika. Xo'p, uchinchisi esa demak bu
O'zbekiston tarixi bo'lsin, misol uchun O'zbekiston. Chunki bu hammada bir xil bo'ladi-da, majburiy fan bo'lgandan keyin hammada iloji boricha demak bir xil bo'lishi kerak. Mana O'zbekiston tarixi, keyin bu bilan ikkala katakni birlashtiramiz. Birinchi asosiy fan, hop. Keyin bu ikkalasini birlashtirsak, bu ikkinchi asosiy fan bo'ldi. Endi ikkinchini kelib qo'yamiz mana bunday qilib. Ikkinchi demak asosiy fan bo'lyapti. Xo'p, tayyorladik. Ikkinchi asosiy fanni nimasini ham joyini ham. Xo'p, endi bularni nima qilishimiz kerak? Bo'yab olishimiz kerak. Xo'p, bu yerdagi ona tili, matematika, O'zbekiston tarixilar bular majburiy fanlar hisoblanadi. Shuning uchun buning ustiga majburiy fanlar deb yozamiz. Xo'p, keyin bu yerdagi ikkita fan bu demak asosiy fanlar deb yoziladi. Endi siz ketma-ketlik bo'yicha asosiy fanni birinchi yozsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, belgilab olamiz. Endi misol uchun birinchi men o'zimni yozay. Bitta o'quvchi misolida mana shu narsani sizga ko'rsatib berishim kerak. Misol uchun boring, yana Rustamov Temur bo'lsin. Kitob raqami boring 1025-18 kitob raqami. Misol uchun ona tilidan 8 ta yechdim. Matematikadan 9 ta yechdim, tarixdan 7 ta yechdim. Misol uchun birinchi asosiy fan biologiya bo'lsa, misol uchun 28 ta yechdim, ximiyadan 29 ta yechdim. Hech narsa chiqarmayapti, to'g'rimi? Bal boshqa narsa chiqarmayapti. Xo'p, buning uchun bizga funksiya kiritish kerak bo'ladi. Mana bu joyga teng qilamiz, mana tengni bosamiz. Tengni bosgandan keyin bundan oldingi katakni belgilaymiz. Ya'ni buni bali berilishi kerak, nechta bo'lsa. Xo'p, ona tiliga har bitta savolga 1 balldan beriladi. 8 ball bo'ladi shunda. Matematikaga ham xuddi shunday qilamiz. Tengni bosamiz. Xo'p, bu yerda F8, ya'ni matematikaning to'g'ri javoblar soni turgan joy F8 da turibdi va shu to'g'ri javoblar sonini 1 ballga ko'paytiramiz. Keyin O'zbekiston tarixi ham xuddi shunday qilinadi. Ya'ni 4, keyin H8 ko'paytiruv 1 qilinadi. 7. Keyin asosiy fanga keldik. Asosiy fan ham pastda shunday qilinadi, faqat bu yerda to'g'ri javoblar soni ko'paytiruv. Endi asosiy fanda 3 ball bo'lsa, 3 qilinadi. Keyin bu yerda nimada ikkinchi asosiy fanda ham xuddi shu amal. Teng L8 ko'paytiruv, demak endi bu 2 bo'ladi. Xo'p. Demak, endi bu yerda biz alohida fanlarda ballarini hisoblab chiqdik. Endi bizga umumiy ball zarur. Umumiy ball uchun ham xuddi shu amal. Ya'ni qarang. Ona tilini ballari qayerda? Mana 8, E8 da plus matematikani ballari bu yerda G8 da plus tarixni ballari bu yerda plus E8 da, keyin birinchi asosiy fan plus, keyin ikkinchi asosiy fan plus qilamizda. Shuni hisoblasak, demak 174 chiqadi. Va mana shu funksiyani bitta pastga tortib olasiz, mana bunday qilib. Hammasiga ishlaydi bu endi. Mana. Endi hozir yozilgan bo'lganda mana buni bosgan bo'lar, bo'ldi mana. Bitta bosib, to'liq fayl uchun, misol uchun 100 ta o'quvchi bo'lsin, 200 ta farqi yo'qda, bu sonini hisoblab bemalol chiqarilsa bo'laveradi. Keyin bu yerda misol uchun foiz chiqaraman desangiz yoki boshqa amal qilaman desangiz ham xuddi shunday bo'laveradi. Endi qolgani, misol uchun bizda mana rangli qilib nima qilingan, bularni endi o'zingizda fantaziyangizdan kelib chiqib, bularni turli xilda demak ranglarni beraversangiz bo'ladi. Misol uchun bunday qilib. Mana demak blok testlarda shunday. Misol uchun yana bitta o'quvchini nima qilib ko'ring, misol uchun Sadullayev Bahrom bo'lsin. Bahromda demak nimasini tekshiramiz.
1026-19 ishlasin. Balga qarang. Hozir ona tildan 7 ta yozaman. 7, ha? Bu yerda ona tilini, mana bu joydagi ona tilini 7 bo'ladi. Bu yoq umumiy balam o'zgaradi, qarang. Mana. Keyin buni 8 ta yozaman. Endi bu yer mana bu matematikaning bali 808 bo'ladi. Mana buning ustiga 808 qo'shiladi, 16,5 bo'ladi. Mana. O'zi avtomatik hisoblab ketadi-da, misol uchun 7 bo'lsin, 24, 19 bo'lsin. Mana shunday holatda hisoblab ketaveradi. Endi bularni hammasini belgilab olib, bunday o'rtaga yozadigan qilsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana bu kitob raqamini ham. Buni Excel shablonni tayyorlab olish muammo emas. Mana shu holatda o'quvchilarga keyin ko'rsataversangiz bo'ladi. Ya'ni tayyorlab turib juda qulay formatda chiqadi.